Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bormisizlar? Xo'p, dizayn olamida nima yangiliklar deganlarga, xo'p, navbatdagi ishlarimizni bir ko'ramiz. Mana do'stlar, ajoyib atmosferaga ega ayollar kiyim do'koni. Mana. Juda boshqacha chiqdi, lekin egasiga ham bitta ko'rsatganda ma'qul keldi. Bo'ldi dedi. Mana logotipni ham o'zim yasab yaratishga harakat qildim. Kelaverasizlar, qo'ldan kelgancha logotiplarni ham chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Mana bu tomonlarga ko'rsak, mana kiyimlar ilaydigan rastalar deydimi? Mana bu mebelimiz ham ajoyib bo'ldi, reception kassamiz. Mana kassamizni yonida mana bunaqa klientlar o'tiradigan, o'tirib gaplashib yoki kimlardir kiyim tanlasa bu yerda kutib turgani joylar qilindi mana. Mebellarda ham devor ranglarini ham ko'ryapsizlarmi? Shu ayollarga yoqadigan qilib, hatto kartinadagi rasmlarni ham shu ayollarning tabiatdan kelib chiqib tanlandi-da, did bilan. Mana bir reception orqasi ham avvalni bo'lgan. Xo'p, mana keyingisi kirib kelish mana shunday eshikdan kirib kelganda to'g'rida o'sha kassa, ya'ni reception. Mana bunaqa manekenlar ham qo'yib qo'ydik. Mana bu yerda o'sha kiyib ko'radigan xonasi. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zina bor ekan tashqaridan. Mana bu yerga polka qo'rildi, bu yerda o'sha kiyib ko'radigan xonasi bo'ldi. Mana bu narsamiz esa haligi men faqat kiyimlar bo'lmaydi-yu, kiyimlardan tashqari boshqa narsalar ham sotadi. Misol uchun soqotlarmi, ro'mollarmi, yo mayda-chuyda ayollar uchun kerakli bo'lgan narsalar sotiladi. Mana mashitlarga chiroyli qilib terib qo'yiladi. Mana bunaqa tortmalar, polkalar qilib qo'ydim. Mana shu zinaning tagidan mana shu narsa qilib foydalanib yordim. Mana ranglarga ham e'tibor beringlar do'stlar. Ajoyib mana. Ta kompyuter storimizdagi hatto telefonlar, daftar, notebooklar, hamma narsa pushtirang. Ajoyib qizlarga, ayollarga yoqadigan qilib ishlandida. Xo'p, akalar, mana shunaqa dizaynlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli narsa qilib berishga harakat qilamiz. Har qanaqa farqi yo'q, do'konmi